Assalomu alaykum Bahromjon. Yo, alaykum assalom. 7 qavatli, g'ishli uylardan bormi? Ha, bor mana. Turibdi-ku aka. Yo'q, mayli, 5 qavatligi bormi? Ha, mana aka. Orqamda turibdi. 5dan 5 qavatli. Bittami sizda? Yo'q, ikkita aka. Ikkita 5 qavatli bo'lyapti. Yo'q, bu 3 qavat endiga kelibdi. Tayyori bitgani bormi 5 qavatli edi? Ha, mana aka. Tayyor siz aytgandek 5 qavatli g'ishli. Yuqori qavatdan siz uchun olib qo'yganman aka. Yo'q, bu ham mayli. Ha. 7 qavatligi, bitganroq, sal bitishiga ozgina qolgan. Mana aka, xuddi siz so'raganingizdek 7 qavatlik toza, sifatli g'ishdan qurilgan. Bo'ladimi? Yo'q, u ham bo'lmaydi. Gazablokdan kerak, g'ishdan emas. Mana aka, xuddi siz aytgandek 7 qavat gazablokdan. Shunisi ma'qulmi aka? Qo'y. Endi 7 qavat, 9 qavatligi bormi? Bor aka. Boshidan boshlab bitta zo'rini ko'rsataymi? Mana aka, siz aytgandek 9 qavatlik bitta emas aka, ikkita qurilyapti. Aytganingizdek, qoyilmisiz? Bo'ladimi shu? Qoyil. Rahmat. Lekin ozgina pul yetmayapti-da shu. Qancha yetmayapti sir bo'lmasa? Bir 30 mingcha yetmayapti. Aka, bo'lmasa siz savdo ofisimizga keling, men sizga o'zim zo'r sharoitda beraman. Ma'qulmi?